ishlar yaxshi. Olbon qabulxonasi ishladi. Aha. Yo'q, bugun erta Zaynab. Aha. Shanba kuni soat 3:30 ga vaqt bor ekan, yozib qo'yaman Olbon qabuliga. Kelasiz. Sog' bo'ling. Xo'p. Qo'ychangiz ham tez choy ichaylik. Bitta o'chrat bilan kelinglar. Mana o'chrat bilan kelyapti mana ular. Sheracha kelinglar. May. So'zni ichingda. Choy deysiz, buncha choy o'zi qaynashini kutay mana ular o'chratga qarang. Qaysi biri bular? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yordamimiz kerak. Bir boshdan gapiring. Nima masala bo'yicha? O'qishga kiraman deb kirolmayapman. 2020-yildan beri kirolmayman. Olimni topdim kirolmadim. Qazi oldim kirolmadim. Mashinani qilib ham ko'rdim kirolmadim. Hatto domlaga ham bordim. Rustam domlaga ham bordim. Hech qayerga kirolmadim. Aha, hozir o'tiringlar. Najib olib eshitdingizmi? Kirgizoraman. Najim Folban, shu sizni yoningizga bir masala. Nimaga kelganingni bilaman. Sen o'qishga kira olmayapsan. 2020-yildan beri urinaysan o'qishga. Qo'li soting bo'lmadi. Mashinangni qiling bo'lmadi. Sen to'g'rimdan olgan bo'lasan, ha? Ha. Sen bilan aybing o'zingda. Kechasi kamroq pornokini ko'r. O'qishdan ko'ra keyin o'qishga kirasan. Tushundingmi? Tariqan. Assalomu alaykum. Najib Olbinga keldim. Endi gapiring, nima masala bo'yicha? Kelib har kuni turib ketadi bilmayman qanday bo'ladi. Gapirsam uradi sekanman. Hozir. Hadi bo'ldi. Ha, eshitdingizmi? Bo'ldi, kirgizoraman. Sizlardan jaro tushgan. Ama sen to'g'ri. Mana narsaga maydonmi? Mana mashinaga ham bor edi. Kimga tushib kelyapti? Najim Folbingami? Shuni hallaylar. Qarabog'i maydoni. Senga o'lim tilayman. Ana shu joyda meni o'zingga sherik qildingmi? 5 yil pulga chopdingmi? Pulimni bermay, 1 yoshlik aro berding. Men ishlagan oyligimni yig'ib, aldab sultab, pulimni oling. Yer bilan yakson qilding, jo'ra. Yetim balani qanday uylantirasan? O'zingni balang emas-ki, ammangni balasiga. Ammangni balasi uylantirasan. Mana endi balla katta bo'ldi. Rahmat senga, jo'ra. Xudodan top.